Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər programmasını ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika Aqsarayning rasmiy tor bekitida Amerika davlat mudofaa maslahatchisi Jake Sullivan 10-11 may kunlari Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining a'zosi, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bosh ministri Wang Yi bilan Viyanada ko'rishib, Amerika va Xitoy orasidagi ikki taraflik muhim ochqishliq masalalar, dunyo va rayon xarakterlik bexatarlik masalalar, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi qatorliq masalalar haqida samimiy muzokiralashdi. Bu yig'in ikki taraf ochiq aloqa liniyasi va mas'uliyat raqobatini saqlab qolishning bir qismi edi. Prezident Bayden bilan Xi Jinpingning 2022-yil noyabrda Balida ko'rishgandagi nishoniga asosan ikki taraf bu muhim nishonlarni ilgari surish uchun muhim strategik aloqa kanalini saqlab qolishga qo'shildi deyildi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati buningga Twitter hisobidan inkos qaytarib, Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivanning Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishib, Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tilga olmaganligini demayli qo'yayli. Hatto inson haqlari dafsanchiligini tilga olmagan. Biz yana Bayden hokimiyatini inson haqlari va demokratiyani ilgari surish haqidagi va'dalarini ishga oshirishga chaqiriq qilamiz dedi. İjtimoiy axborotda tarqalayotgan sizlardan ma'lum bo'lishicha, Ozarbayjon Cumhur raisi Aliyev Ozarbayjonni Ipak yo'li turidan chiqarib etmoqchi bo'lganlar bor. Ularning xiyoli amaliylashmaydi deyish orqali Turkiya prezident nomzodi Kemal Kılıçdaroğlu'ni nishonga olgan. Baş ministerimiz Salih Xudoyor Twitter hisobida buningga inkos qaytarib, Turkiya prezident nomzodi Kemal Kılıçdaroğlu, prezident Recep Tayyip Erdoğan, Ozarbayjon prezidenti Aliyev imperialist Xitoyning bir belbog' bir yo'l qurilishining bir parchasi bo'lishini xohlaydi. Sharq Turkiston bir belbog' bir yo'l qurilishining ultishidir va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bir belbog' bir yo'l qurilishining asosidir. Xitoyning turk madaniyatining beshigi bo'lgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni qo'llash, buningdan manfaatlanish qachondan beri pan-turkizm millatchiligining bir parchasi bo'lib qoldi. Islomchilarga kelsak, Xitoyning Sharq Turkistonda ko'pinchisi musulmon bo'lgan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va islomni yo'q qilish qilmishiga sukut qilish qachondan beri pan-islomizm qarindoshligining bir parchasi bo'lib qoldi. Din va etnikning xalqni aldash va siyosiy ochko'zlikni yo'g'ashdagi vositaga aylanib qolganligi kishini azoblaydi. Pan-turkizm millatchilari va pan-islomizm islomchilari turkchilik va islomchilik prinsiplariga sodiq bo'lgan bo'lsa edi, Sharq Turkiston xalqi irqiy qirg'inchilikdan qutulib hurlikka chiqib, Sharq Turkiston ishg'oliyat va mustamlikadan qutulmaguncha Xitoy imperialistlarining bir belbog' bir yo'l qurilishi va Ipak yo'li uzantisiga qarshi turgan bo'ladi dedi. Amerika ittifoqdoshlari bilan birlikda Xitoyning iqtisodiy zo'ravonligiga taqobil turgan. Yahoo xabarlarining 12 may kunidagi xabarda aytilishicha, Amerika Moliya ministri Janet Yellen payshanba kuni G7 moliya ministrlari va Markaziy banki boshliqlari yig'iniga aloqador muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning Xitoyning majburlash xarakterli iqtisodiy siyosatiga qarshi turish tadbirlarini planlayotganligini, buning boshqa davlatlarning moslashishi bilan bo'lishi mumkinligini aytgan. Bu xil tadbir G7 davlatlari bilan Xitoydagi mablag'ga beriladigan jazoni kengaytirishni o'z ichiga oladi ekan. Ammo amaliy bir harakat texnik qaror qilinmagan. Iqtisodshunos milliarder mablag' sog'uvchi Ray Dalio ogohlantirib, Amerika Xitoydan iborat ikki kuchning urushib qolishga yaqinlashib qolganligini aytgan. Italiya Xitoyning bir belbog' bir yo'l qurilishi turidan chekinib chiqadiganligini aytgan. Bloomberg xabarlarining chorshanba kunidagi xabariga qaraganda, Italiya bosh ministri Giorgia Meloni o'tgan hafta Rimda ochilgan bir yig'inda Amerika Aqsaray bayonotchisi Kevin McCarthy'ga Italiyaning Xitoyning bir belbog' bir yo'l qurilishidan chekinib chiqishni planlayotganligini aytgan. Italiya 2018-yili bir belbog' bir yo'l qurilishi kelishimnomasini imzolab, bu kelishimnomani imzolagan 7 davlat guruhining bir a'zosiga aylangan. Agar Rim kelishimnomadan chekinmasa, 2024-yili kelishimnoma o'zligidan yangilanadi ekan. Italiya Xitoyning Rossiyaning Ukrainani ishg'ol qilishini qo'llash sababini o'z ichiga olgan Xitoy bilan Amerikaning munosabatining kun sayin nacharlashayotganligining ta'siri ostida qolgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin muxbirlarni kutib olish yig'inida ikki taraf bir belbog' bir yo'l qurilish hamkorligining yoshirin kuchini texnik qizib, o'zaro manfaat yetkazib hamkorlikni kuchaytirishi kerak. Amerika Rimning kelishimnomidan chekinib chiqish uchun besim ishlatdi degan. Melonining diplomatik maslahatchilari qarorning tafsiloti va vaqtini muzokara qilmoqda ekan.
Xitayning iqtisodiy zarba berishidan ansirganlikdan 19 may kuni Yaponiyaning Hiroshimada o'tkaziladigan G7 boshliqlar yig'ini boshlanishidan ilgari hech narsaning oshkorlanmasligi mumkin ekan. Bu qaror Xitoyning Italiyadagi mablag'iga qarata Melonining pozitsiyasiga bog'liq ekan. Xitoy bir balvoq bir yo'l tashabbusi uchun dunyo miqyosida ul asliya turiga 900 milliard dollar mablag' solgan. Avam xalq va mustabid hokimiyat. Mutafakkur Abdurahman Kavakivi mundaq deydi. Avam xalq mustabidning ozuqi va kuch manbasi. Mustabid ular orqali kuchlanadi. Ular orqali boshqalarga besim qiladi. Mustabid avam xalqni asir olsa, ular mustabidning sha'nu shavkati uchun takbir to'laydi. Mustabid ularning mol-mulkini musodir qilsa, ularning hayotiga chekilmaganlik uchun hamd sano aytishidi. Ularni xo'rlab tursimi, uni ulug'lab, maqtab ko'kka ko'tardi. Ularni bir-biriga urushga salsa, uning dono siyosati bilan faxrlanadi. Agar mustabid millatning mol-mulkini isrof qilibsa, uni sehi deyishidi. Agar mustabid odam o'ltirib, baq qiynab o'ltirmagan bo'lsa, rahimdil deydi. Ularni o'lim xatiriga haydab mangsa, jazolanishdan ansirab bo'ysunadi. Agar ba'zi vijdonli kishilar mustabid hokimiyatga qarshi chiqsa, ular avam xalq tarafidan xuddi ular zolimdek qarshilikqa uchraydi. Xulosa shuki, avam xalq angsizligi va nodonligidan kelib chiqqan qo'rqinish sababidan o'zlarining qo'llari bilan bo'g'izlab tashlaydi. Abdurahman Kashg'ari. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.